Ruhibey o'lishini kutyapti. Bir tomonda Ruhibey, bir tomonda o'lik. U o'likni ko'rishni xohlamagandek yuzini chetga burgancha o'tirardi. Bundan keyin faqat o'zingiz meni uxlatasizmi? O'zim uxlataman, qizim. Hammasi joyidami, dada? Hammasi joyida, qizim. Dadang Ramiz Karaisga bor ekan, hech kim senga qo'l tekkiza olmaydi. Qani uxla. Tashqarida 10 ta odamimiz bor. Men o'zim tanladim. Uylarga ham odam joylashtirdik. Oyimlar, Bade. Qancha vaqtimiz bor aka? Bu kecha kelishadi. Tunjay, otsalar ham, o'ldirsalar ham bu yerdan ketmaysan. Dadil bo'l. Politsiyaga qo'ng'iroq qilsakmi? Shashlarini pasaytirish uchun. Bugun bu yerga politsiya kelmaydi, Tefo. Oqsoqollar kengashichi, ular nima qilyapti? Kimlarnidir jo'natmayaptimi? Ular hozir maydonni bo'shatish bilan ovora. Nega? Chunki sulh tugadi, Tefo. Maydonni Kenan bilan tog'aga tashlab ketishyapti. Mayli-ku, nega bugun? Birinchi marta Kenanni himoyasiz qo'lga tushirdik. Sal qolsa o'ldirardik. Bularni qo'yib tur, Ezel. Eyshan. U Eyshanni sevib qolibdi, uka. Shuning uchun bizni otib tashlaydi. Otsin ham. Chunki otmasa, biz Eyshanni otib o'ldiramiz. Ali, Meni qo'yib tur, yetar. Shu satangni shuncha himoya qilganing yetar. O'sha Kenanni qutqardi, sen bo'lsa qo'yib yubording. Qanaqasiga? To'g'rimi aka? qutqardi. Lekin Ershan Kenanga xiyonat qildi. O'sha amakini ham g'azabi biznikidan oz emasdir. Sevishini ham buncha oshirib yubormang. Sen oshirib yubormasang muammo yo'q. Qani bu yerdan chiqib olaylik. Eyshanni tinchitamiz. Tushundingmi, Ezayl? Avval quvondim. Keyin bir savol xayolimga keldi. Mendan shu qadar nafratlanasanmi? Hatto menga tuzoq qo'yishgacha bording. Lekin qo'limdan kelmadi. Meni qutqarding deb quvonyapman. Avval eshitding. Endi orani ochiq qilaman. Sen u yoqqa qanday kirding o'zi? Sen o'yin eding, ko'zir eding. Qachon? Hech qachon. Nima? Siz meni dushmanimsiz. Doim dushmanim edingiz, doim. Meni aldating. Aldaganda qandoq? O'zingizni tashqaridan bir ko'rsangiz edi. Kimsan Kenan Berkan yuvosh mushukdek suykanlanib turibdi. Sendan qutulaman. Meni singlimni o'ldirdingiz. Seni ham o'ldiraman. O'ldiring unda. O'ldiring, qutuling. Nega turibsiz? Bahorni mendan tortib oldingiz. Men sizga nega hech narsa qila olmadim? Nega? Nega sizga hech narsa qila olmadim? Lekin men qilishim kerak bo'lgan ishni qilaman. Yo'qsa hamma Kenan Berkanni. Nima? Bo'lmasa nima? Nafratlanmaydigan odam bo'lasizmi? Oshiq odam bo'lasizmi? Bo'ldingiz usiz ham. Bo'ldingiz usiz ham, Kenan. Hali ham tushunmadingiz. Yaqinlashma. Sizga ko'ngil qo'yishni hech ham xohlamasdim. Lekin bo'ldim usiz ham. Ezel. Aslida uni sevmasmiding? Endi menga qo'l siltadi. Bunchalar xotirjam bo'lishimga qaramang. Hamma menga oshiq, lekin hech kim meni yoqtirmaydi. Sen hali ham uni yaxshi ko'rasan-a? Kimni tanlaysan unda? To'g'ri savol bu emas. To'g'ri savol, kim meni oladi? Kim meni qabul qiladi? Tezroq hal qil. Keyin birimizni tanla. Ortiqcha vaqt qolmadi endi.
Qayerda ular? Sen ham hech narsani tushunmaysan, uka. Kelib bo'lishdi. Mayli, otishma bo'lsin. Qani Temmuz kelsin. Nima qilyapsan, uka? To'xta. O'sha yerda kut. O'sha yerda kut dedi Mali aka. Bitta rejam bor. Eshitishni xohlaysanmi? Menga uylan. Janub tomonlarga ketamiz. Pulim bor. Ikkimizga ham yetadi, uchovimizga ham yetadi. Kichkina mehmonxona olamiz, yashab yuramiz. Keyin u yog'ini ko'ramiz. Ketasanmi? Nimalar deyapsan? Kecha hamma ishni rasvo qilding, hammaga har narsaga xiyonat qilyapsan. Bu o'yinning oxiri yo'q. Senga niyatimni aytyapman. Hozir ketasanmi? Qaniydi shunchalar oson bo'lsa. Eng qizig'i ham shu o'zi. Shunchalar oson aslida. Bizni olasan, samolyotga chiqamiz. Shu xolos. Ketasanmi? Aslo. Meni sevasan. Ikkimizni o'rtamizda shunday narsa borki, hech qachon bitmaydi. Boshqalarni ham sevamiz, lekin ikkimiz kabi bo'lmaydi. Shunday emasmi? Yillar o'tyapti. Lekin qo'limiz bir-biriga tekkanida hamma narsa to'xtayapti. To'g'rimi? Bir marta bo'lsin to'g'risini ayt. To'g'ri. Unda so'nggi marta so'rayman. Ketasanmi? Sen bilan yasholmagan hayotimizda yashaymiz. Mashinaga chiq. Ketasan-a? Ezel. Bu sevgi bir kuni bizni o'ldiradi, shundaymi? Bir kuni. Lekin bugun emas. Voy satangey! Kerakmas Ali aka, kerakmas. Qanaqasiga kerakmas? Qanaqasiga kerakmas? Tugadimi aqalli, ha? Nihoyat tugadimi? Ali aka, biz o'lmaguncha tugamaydi. Qanaqasiga tugamayapti? Bu tulki Kenan Berkanni mashinasida keldi. Yana nima? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nimanidir ko'rding-a? Nima bo'ldi? Kenan Berkanning mashinasi. Azat! Azat!